Bismillahirrahmanirrahim. Mana bizlar Nizam hoji aka bilan birgalikda niyat qildik. Mana bu bizning orqamizda turgan bu bizning mehmonxonamiz, hotelimiz hisoblanadi. Birgalikda 3 kilometr piyoda yurib Masjidi Haramga, ya'ni Makka ga inshaalloh shom namozini o'qishlikda niyat qildik. Ketdik aka. Bu bizning mehmonxonamiz. İnşallah Masjidi Haramga qarab yo'lga olishni boshladik. Amin. Allohu akbar. Bu bizning ko'chamiz. Mehmonxona oldilarida shom vaqti yaqinlashganda, ya'ni iftorlik vaqti yaqinlashganda hammaga iftorlik tarqatiladi. Mana insonlar bemalol joylashib o'tirib iftorliklarini qabul qilish mumkin inshaalloh. Biz yo'l mashinada yoki avtobusda ketadigan bo'lsak, mana shunday belgilar bilan bu tarafga qarab yuriladi. Bizlar piyoda bo'lganimiz uchun bu tarafdan kesib chiqamiz inshaalloh. Piyoda yurganimiz ham yaxshi bo'libdi. Ancha probka yo'llar. Mana orqa tarafimizda ancha probka. Bizlar xudo xolasa yaxshi ketyapti piyoda bo'lsa ham. Alloh o'zi ko'nglimizga solib piyoda chiqishlikni buyuribdi. Mana piyoda yursak ham mashinalardan inshaalloh tezroq yuryapmiz, chunki hali yo'limiz 2 kilometr bor, lekin shunga qaramasdan yo'limiz rosa probka, ya'ni trafik. Shu tog'da bu tarafi xudo xolasa Masjidi Haram. Mana shu o'rtada piyodalar uchun alohida o'zini yo'llari bor ekan. Bu yerda ancha tezroq yuramiz. Inshaalloh bizlar mana tunnelga yaqinlashyapmiz. Mana tunnelimizning kirish eshigi. İnsanlar birin-ketin kelyapti. Bu esa Makkaning politsiyaskiy mashina. Hoji aka, charchamayapsizmi? Ha, yo'q, charchash yo'q. Allohga shukr, Alloh hamd etsin. Hozir ana mashinalarni ichga qo'yayotgan ekan. Ana hoji akamiz bilan birga Baxtimizga, o'z ko'nglimizga Alloh solgan ekan. Mana yo'limizni ham yopiq, mashina yuradigan yo'lda insonlar yuryapti. Mashina qo'yapti, faqat piyoda qo'yapti. Biz mana ko'nglimizga solib niyat qilib chiqqan edik piyoda. mana niyatning eng asosiysi asr namozini o'qigan paytimizga nozil bo'ldi. Nozil bo'ldi. Mana shom namozini inshaalloh o'qiymiz. Shomga borib piyoda borib o'qinglar deb Alloh o'zi buyurdi. Inshaalloh ketdik. Amin. Mana inshaalloh birinchi tunneldan chiqdik bizlar. Mana endi keyingi tunnelga qarab yuryapmiz. İnşallah ikinci tunneldan ham o'tdik. Mana Ka'baga yaqinlashib qoldik. Bu yerda Clock Tower katta bir soatni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozir yaqiniga borib soat haqida ham ma'lumot beraman. Mana bizlar inshaalloh Haram hududiga tashrif buyurib kirdik. Mana shu yerdan ichkariga kirsa, Makatullohga yursa bo'ladi. Bu tarafdan turib ham namoz o'qisa bo'ladigan joyimiz hisoblanadi. Allohga shukr etib keldik.